Hurmatli obunachilar, asovni ovoz tortamiz deyapti. Tavakkal. Tavakkalni boshqa. Bunga qarab turamiz. Mashinani charxaga olib qo'ying. Vaqtga turamiz. Bas uzib olasan o'sha. O bo'yin tirig'inimi? Ortilmaydigan mol o'zi yo'q. Ay bo'yin tirig'ini uzamizmi? Asovni ovoz tortamiz deyapti. Yo'q, naqddan uzib beraman men. Kelib, mana shunaqa buqayiz bo'lsa ham tarozi xizmatlari bor, tortib beriladi. Buqa asov. Tek. Abrahamjon bitta ustidan olib yurasiz ekan. Torto'ring. Ay jonina. Siz endi bunaqasiga aylanib olyapti hamjon? Hozirgina. Voy bila. Akalar bitta buqani tortishi shunchalik qimmatga tushadi. Sekin haydaydi. Torti. Ha, bo'ldi keldi. 445 bo'lsa zo'r bo'ladi. Sizlar aytgan aytdimi? Ostka. 435. Uchovimizdan adashdilar. 40 keladi yo'qmi 50 mi? Siz 50 dedi. 50 dedi. Adashgan 70 dedi. Chunki bu sherilari 35 chiqdi, anaqa chiqsa kerak dedi. 35 chiqadimi sherilar? Xuddi 35 kilo qo'shildi. 435 kilo. Necha oy bo'ldi buni kelganing? Buni qo'shnilar anaqasi yo'q-da. Yo'q-a. Armanchini ber. Qirg'atdi. Buni joyiga olib borib olisham bitta muammo. Ashlarni Zargana bu odamga tashlaydi. Ovozdan sekin. Nimani? Hozirgi. Oldim hozir oyoq ko'targan. Maqa ketgan. Yo'q, hozir. Yo'q, odamga ketgan olganim yo'q. O marta kelib bitta oyoq ko'tardi o'tdi. Ovozni. Ashitlar oldi. Ammo ancha sho'xaga. Novozitcha bosildi. Bitta bo'lsa sizga yetib olamiz dedi. Qo'y charchaganchi. Charchar novosan, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'chma tarozi xizmati. Uyingizga borib tortib beramiz. Telefon nomerlari 94 567 28 94 94 504 91 52. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradi. Mol soniga qarab xizmatimiz shuncha arzonlashaveradi. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar, qolganlarini telefon orqali gaplashamiz ma'lumotlarni. Navbatdagi buqamiz asov buqani sheri. Necha kilo keldi ham boy? 85. 385 kilo keldi. Hurmatli obunachilar. Ha. Har tomonga olib borasizlar meni.
Ha, ipini yechib yuborib. Jonivar. Shunaqa asl ovozda aziz bo'lsa ham tortib berilaveradi.